4 burchak tekis joyda. Mana bu tarafdagi uylarga kirib ko'ramiz aka-ukalar. 7 xona uyi bilan 7 sotiga 40 desatda sot. Ko'chasida ham grant bor ekan, uyining ichida ham grant bor ekan. Bu uyimizga kirganimizda o'ng qo'l tarafida 3 ta xonasi bor ekan. Puli juda ham arzon chiqyapti. Avval adresni tushuntirib o'tay. Adresimiz Assalomu alaykum Alimov TV'ning podpischilari. Men sizlarga bugun ko'rsatadigan uyimiz 7 sotiga 40 desatkalik 7 xona uyi bilan masjid bilan pashti yonma-yon bo'lgan mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, uyimizni chegarasiga keladigan bo'lsak, mana shu duvorlari kafel bo'lib turgan uyni ko'rib turibmiz. Narigi qo'shnining duvorlari o'zi ko'rinib turibdi. Alohida bo'lib mana shu kafel duvorli uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, 7 xona uyi bilan 7 sotiga 40 desatda sotiklari ham rosa ham haligi sizlarga mos keladigan uy solib yurmaysiz. Tayyor mana shu uyimiz arzon senalarda sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, bu uyimizga kirganimizda o'ng qo'l tarafida 3 ta xonasi bor ekan, 3 ta xonasi. Hozir sizlarga 2 ta xonasini ko'rsatib o'tamiz. Mana. O'tiradigan qilib, haligi qishda issiq bo'ladigan qilib, pastdekkina qilib 3 ta xona solgan ekan. Mana bu xonasini ham bir qator ko'rib qo'yamiz. Bu xonasi ham xuddi hozirgi xonani singari kichkinagina, haligi qishda tezda isiydigan xona ekan. Xo'p. Mana bu xonasini zimniy kuxnya qilib qo'yishgan ekan, mana bu xonasini. Bu xonasini ham bir qator ko'z tashlab qo'ysak bo'ladi. Mana. Tayyor zimniy kuxnya qilib o'tirishgan xonalar ekan va mana bu tarafda navesini tagida o'choqlarni qilib qo'yibdi. O'choqlari bor, hamma yo'g'i bor. Orqa taraflariga, огородlariga keyin o'tamiz. Mana bu tarafdagi uylarga kirib ko'ramiz aka-ukalar. Mana bu tarafda ham 4 ta xonasi bor, 4 ta xonasi bor. Bitta koridorga kirib turib, 4 ta xonaga tarqalib ketadi. Koridorga kirganimizda remontlarini ko'rib turibmiz. Normalniy remontlarda. Xo'p, o'ng qo'l tarafdagi xonasiga kiradigan bo'lsak, detskiy xona qilingan ekan, razmerlari ham normalniy, 3,5 ga 4 mi, shunaqa razmerdagi detskiy xonamiz bor ekan, duvorlari abo'y qilingan. Va ro'paradagi xonaga kiramiz. Mana bu xonasi kattagina mehmonxona ekan. Kattagina mehmonxona, duvorlari abo'y qilingan. Xo'p, mana bu tarafida yana bitta katta mehmonxonasi bor ekan. Ko'rib turibmiz, normalniy remontlari bilan va mana bu xonasi spayniylik uchun bu xonasiga kira olmadik, to'g'ri tushunasizlar, ha? Tayyor uy, sirazi kelib yashayman deganlarga yaxshi sharoitdagi tayyor uyimiz sotuvga chiqyapti. Xo'p, suvdan problema yo'q. Ko'chasida ham grant bor ekan, uyining ichida ham grant bor ekan. Svet, Wi-Fi hamma yo'q kelgan. Kommunikatsiyalar, xullas nima desanglar bor joydan mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti. Aka-ukalar, огородini ko'rib turibmiz. Огородida daraxtlari bor ekan, uzum deysizmi, bu yog'i onorlar, anjirlar, mevalari bor ekan. Daraxtlar ham haligi sirazi kelib haligi meva qilamanmi, daraxt ekamanmi, o'rik ekamanmi deb yurmaysiz. Tayyor daraxtlari bilan mana bu tarafida molxonasi ham bor ekan, mol qo'yingiz ham bemalol baxtsiz bo'lar ekan. Va mana bu tarafga o'tamiz. Bu taraflarda hojatxona bo'lib qolyapti. Mana bu joydan uji chegara bo'lib qolyapti. Tandir, o'choq, shunga o'xshagan narsalar ekan. Uyimiz razmeri 7 sotiga 40 desatga bo'lib 4 burchak tekis joyda. 4 burchak tekis joyda. Xo'p, bu uyimizni puli bilan adresiga keladigan bo'lsak, puli juda ham arzon chiqyapti. Avval adresni tushuntirib o'tay. Adresimiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh oblasti Aravon rayonida bo'lib, Aravon rayoni Chekovodda haligi nimadan Chekovod sentridan arka tarafga burilamiz. Ko'kalaposhga burilib, Ko'kalaposhda pastiga tushib kelganimizda taksilar turadigan haligi 4 ko'chamizga yetib kelamiz. Ana shu 4 ko'chamizdan chapga shunday yursak, hozirgi ko'rsatgan masjidning oldiga kelamiz. Ana shu masjid ro'parasidagi mahallaga kirganimizda o'ng qo'l tarafda 1, 2 ta 3 ta uy yurgandan keyin mana shu uyimiz sotuvga chiqyapti aka-ukalar. Bu uyning senasini eshitdilar endi. Sotiga 7 sotiga 40 desatga 7 ta xonasi bilan, tayyor uylari bilan kelib bemalol sirazi to'ylaringizni ham boshlab olsangiz bo'ladigan mana shu uyimizda 6,5 million so'm kami bor chiqyapti. 6,5 million so'm kami bor. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Dokumentlarda problemasi yo'q. Pulni shunday sanaysiz, kadastrga borib dokumentni shunday sizga o'tkazib beradigan ana shunaqa dokumentlar bilan uyimiz sotuvga chiqyapti. Bunaqa shanslar hadeb chiqarmaydi. Tayyor uy, sotiga katta. Bu uyimizga yaqin joyda bog'cha joylashgan. Maktabga bu yog'i mana bu Ko'kalaposh bilan
Chekavod tarafga maktabga chiqsa ham bo'ladi. Bunaqasi masjid yonidagi yo'l bilan beriga 13 tarafdagi maktabga chiqsa ham bo'ladi. Chegara tarafdagi maktab bor, bu yo'lga chegara tarafdan ham kirib kelsak bo'ladi. Bu yog'i Chekavod sentridan Ko'kalaposh bilan kelsak ham bo'ladi. Ikki tarafdan ham kelgan yo'li bor. Mana bu hozir boya ko'rsatgan to'rtko'chamizdan agar chap qo'lga qarab kirib ketadigan bo'lsak, Sutqurga o'tib ketamiz. Juda ham bir qulaylik atsada. Dam olib, tinch joylarda yashayim keldi uka, sentrlardan zerikdim deganlarga, xohlaganlar bir dacha qilib yashasanglar ham bo'laveradi. Arzonga chiqyapti. Ukalar tayyor uy, 7 xona uy bilan 6,5 million so'm kami bor. Egasining nomerini opisaniyada qoldiryapman. Egasiga telefon qilib yana ham kam ko'zlarni gaplashib olamiz. Kimga mana shunaqa uy cheklar kerak bo'lsa, meni kanalimga podpiskani bosib qo'yamiz. Chiqayotgan uylarda bitta-bitta kuzatib, o'zingizlarga ma'qul kelganini olamiz. Kommentariyada nima deymiz? Kommentariyada bizga ham chiroyli joylardan yaxshi uylar, yaxshi cheklar nasib qilsin deb yozib ketamiz. Xo'p, meni kanalimga podpiskani bosib qo'ygan bo'lsanglar, mana bu videoga like bosib ketishim esingizdan chiqmasin. Rahmat.